Bo'stonliqdan uchastka so'ragan akalarim, bu video sizlar uchun maxsus. 32 sotixli uyimizda 2 etажga hamma qulayliklari bilan gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Ichki fasad qora suvoqda, tashqi fasad qora suvoqda hamma qulayliklari bilan shiferlari qilingan ikkita kanal o'rtasida joylashgan uyimizda sizlarga endi to'liq ko'rsatib o'tamiz. Yana yonida 1,5 gektarlik joyi bor. Buni ham sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Okalar, uyimizni sizlarga to'liq ko'rsatib o'tsak, 2 etажdan iborat, hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Ikkita kanal bor yonida, ikkita kanal o'rtasida joylashgan uyimizda hamma qulayliklari bilan piyoda suvlari bor, hamma sharoitlari bor. Hech qanaqa muammosiz kelasiz, o'zingiz oxirigacha bitirasiz, yashaysiz. Endi sizlarga teplitsani to'liq ko'rsatib o'tsam. Bu yog'imda sal kichikroq teplitsa. Bu yog'im esa kattagina teplitsa. Kelasizlar, soqqani qilasizlar. Okalar, sizlarga endi bitta to'liq ko'rsatib o'tib ketaman. Mana mabg'ish bilan ko'rib turgan joyinglar, buni orqasida ikkita molxonasi bor. Bu yoqda esa 3 ta oila uchun bemalol oilaviy kelib yashasa bo'ladi. Xohlasanglar ishchilarga qilib qo'yinglar, xohlasanglar bu yoqni qanaqadir sklad qilib qo'yinglar agar. Okalar, mana molxonamizning tashqi ko'rinishi, bu ikkita molxona, bu yog'i отдельно, bu yog'i отдельно. Endi men sizlarga ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Okalar, endi sizlarga baliq ikkita hovuzi bor ekan, kattagina, normalniy baliqlar yetishtiriladi. Mana birinchi hovuzi, ana ikkinchi hovuzi. Suvdan hech qanaqa muammo yo'q. Ikkita tovuq fermani o'rtasida turibmiz. Bu yoq tarafimizda ham tovuq ferma. Bu tarafi ham tovuq ferma. Kattagina joy. Hech qanaqa muammosi yo'q. Kelasizlar, soqqani qilasizlar. Bir sotig'ini 10 ming dollardan gaplashib qo'ydik. Bo'lib sotib olsanglar ham bo'ladi. Sheriklikda biznes qilaman desanglar, telefonimni qoldiraman. To'liq ma'lumot berib o'tadi. Polностью sotib olaman desanglar, bu narsa ham mavjud. Hech qanaqa muammosi yo'q. Necha sotuq olaman desanglar, xohlasanglar sotib olinglar, xohlasanglar arendaga olinglar, xohlasanglar sheriklikda biznes qilinglar. Endi sizlarga egasining nomerini qoldiraman. To'liq ma'lumot berib o'tadi. To'liq ma'lumot ulardan olsanglar ham bo'ladi.